Assalomu alaykum. O'ktamxon Paliyeva she'ri. Mash'ala tutgan ayol. Ustozim Enaxon Siddiqova. Ijroda Farzana Hoshimova. Hayot biz uchun in'om, umr asli imkondir. Bu yo'l kimga mashaqqat, kimlar uchun ravondir. Sur'ati tez zamon bu shiddatli karvondir. Karvonga ochar yo'llar mash'ala tutgan ayol. Mehrini irmoqlarga ulashgan ummon deyman. Kunduzi baxt, kechalari ishq kulgan osmon deyman. Har so'zi hidoyatga yo'g'rilgan iymon deyman. Saodatga suyangan mash'ala tutgan ayol. Nigohida ko'ringan so'nmas uchqurmi diyo, jonsirekligi jondek xalqi uchunmi diyo. Tomarisni o'zbekka qaytib berganday dunyo. 100 yillar zulmatiga mash'ala tutgan ayol. Bor mehrini ulusga birday tutgan ona gul. Adolatning yo'lida zardob yutgan ona gul. Adabiyot gavharin kafda tutgan ona gul. Asl ijodga chorlar mash'ala tutgan ayol. Qalbim qorong'ulashsa, nigohidan nur topdim. Taqdir tang qoldirganda so'zdan huzur topdim. O'zidan hikmat topdim, mudroq ruhim uyg'otdim. Menga meni ko'rsatgan mash'ala tutgan ayol. E'tiboringiz uchun rahmat.